5 kilo miq ekan o'shlar. Bo'yig'inda miq berilganini skidka qilib akaga nima qilib berasan. Assalomu alaykum aka. Xudo xolasa taqdirini oldingiz. Xudo xolasa aytilgan narsa bo'ldi. Inshaalloh chiroyli, sifatli narsa qilib berildi. Xudo xolasa bonusimizga juma bonusida qo'yganmiz. Xudo xolasa shu instrumentlar chiqadi. Xudo xolasa yo'q narsani o'zi yo'q. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha endi oz bo'lsa ham ko'p unida ko'rasiz. Bu prosta odamlar uchun prosta rag'batlantirish, ha. Shu narsa Xudo xolasa mana aylantiramiz birimizni. Nima chiqsa endi omad bag'i, hali oz chiqibdi, nima chiqibdi degan narsa bo'lmaydi. Bemalol aka. Surilmabdi bu. Buni qo'yaylik keling. Cho'chak. Salaligina bo'ldi, mashitdan olaman. Bo'ldi. O'chaymiz aka. Mana bismillah. Besh kilo miq ekan o'shlar. Bo'yig'inda miq berilganini skidka qilib akaga nima qilib berasan do'stim. 5 kilo miq bo'ldi, aka. Oz bo'lsa ham ko'p unida ko'rasiz, xafagarchilik bo'lmasa bir-birimizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.